Ayollarni stressini ketkazadigan shunaqa do'kon borligini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha kuzating, sizga kerakli ma'lumotlarni berib o'taman. Uyda do'konida siz katta assortimentni uchratib, barcha uyingiz va oshxona uchun kerak bo'ladigan jihozlarni va bitovoy texnikalar bormi? Barchasini shu manzildan topishingiz mumkin. Shaharda 5 ta filiali mavjud bo'lib, aynan men borganim Sergelida Golden Life ichida joylashgan aynan shu filial bo'ladi. Endi opa-singillarim, bozor yurib, ham vaqtingizni, ham naqdingizni ketkazmaysiz. Bitta do'konga kelib, barcha uyingiz va oshxona uchun kerak bo'ladigan narsalaringizni bir joydan yengil va oson xarid qilasiz. Katta assortiment ko'rib turganingizdek barcha joylarni obzor qilishga kirishdim. Aynan siz uchun. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Men sizga yana podrobniy nimalar borligini ko'rsatib chiqaman. Bu yerda jihozlardan tortib, idishlarni o'zingiz nabor qilib olsangiz ham bo'ladi va tayyor naborlarni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Tuz idishdan tortib, non idishgacha. Ayniqsa oshxona uchun kerak bo'ladigan tozalaydigan vositalarni ham shu yerdan topasiz. Konteynerlarni xilma-xilini uchratasiz. Idishlar ayniqsa Pinterest'ga go'zal bo'lgan kartinali idishlarni ham shu manzildan topishingiz mumkin. Bor-g'uborlaringizni, stresslaringizni ketkazadigan ushbu do'konga albatta kelib, barakali xaridni amalga oshiring.